Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görürüz ya. 2022 yıl 8. ayının 1. günü. Bu 8. ayının 1. günü hazır bütün dünyanın aslındaki tabiattaki istikararı tekimi örültü vatandaş. Bu şekillerde mesela 8. ayının 1. 2. 3. günleri de hesapta Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Hanım hazır Asya'da demekçi hazır Singapur dinki Malaysia Birevinin eçişe Malasya'dan Filipin'den Kraktın'dan da harbi bazısı onun dinki adletin keşte saat 9 Allah etrafında şark vakti Tayvan geçip geldi diyen gep bilen hazır bütün torbetleri Nancy Pelosi hanımın ziyareti üstü toxtuluvatıda vatandaşlar. Bugün şu leksiyalarına başlayımız. Leksiyadesi de Gazi Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Vaziyetimiz öneşindik. Bugünkü mavzunun özüne mındak eğitimiz silagi deyimiz. Hem de mavzu üstü mındak toxtulumuz vatandaşları. Sizlerine eğitip olduk. Mavzu. Nancy Pelosi tez bolganda Tayvan'a ati yetip geldi. Amerika armiyası Cungunu bütün sep boyunca nazaret kılışga başladı. Halkılık peytler 8. ayının 1. günü. 3 saat ilgiri hazırdan 3 saat ilgiri. Manelika edebiyattaki epigraf şeklinde sizlerge evvel tapşırdıklarla. Endi asli mavzumunda. Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret qilishni qarar qildi. Tez bo'lganda 8. ayının 2. günü Tayvan Taybeyga yetib keldi. Bir kecha to'xtaydi. Mavzuli xabar 8. ayının 1. gün Vanbi torbeti e'lon qilindi xabar. Mundaq başlar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Asya ziyaretide bugün Singapur'a yetib keldi. Ata Malaysia Kuala Lumpur'a kelib bir necha soat to'xtagandan keyin Tayvan vaqti kashda Taybeyga yetib keldi. Bir kecha to'xtagandan keyin Koreya ve Yaponiyaga ziyoratga keldi. Çarşamba günü Prezident Tsai Ing-wen bilan ve Tayvan'ın qonun chiqarish komiteti a'zolari bilan ko'rishdi. Nancy Pelosi'nin Asya ziyareti Jungo'nun sazgar nervlarini jiddiyleştirib o'tdi. Bugün 8. ayının 1. günü kashda bazı matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi ati kashda Tayvan'ga yetib kelib bir kecha to'xtaydi ve oshkora faoliyat qiladi. Yani bir xabarda hatta muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. 8. ayının 3. günü atdiganda Prezident Tsai Ing-wen bilan ko'rishib saat 10'da Tayvan'dan ayrıldı. Yani bir xabar vatandaş Jungo Sharqi qism harbiy rayoni jiddiy uqtirish e'lon qildi. Xo'shajan yana qattiq gap qildi. Mavzuli xabar 8. ayının 1. günü kuzatuvchilar to'g'ri e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Bu to'rbiti Xitoyning o'zining to'rbiti. Beijing vaqti 8. ayının 1. günü saat 8'den 53 minut o'tganda Jungoning sharq qism harbiy rayoni Öndedartorda ciddi uqtirish e'lon qildi. Sap tartib kutib turimiz. Buyruq bo'yicha urush qilamiz. Mavzuliq maqolaning mazmunida mundaq ko'rsatildi. Tajovuz qilib kelgan har qanday dushmanni yo'qotamiz. Hamra bo'lib kuchimiz, urib tushirimiz demidi. Xo'shajan qattiq gap bilan Nancy Pelosi'ga tanbih berib kelar qatam 1 minut ichida nima ish yuz berdi bilmaydi dedi.
Yer işarı vaqtingizning sobiq tahriri xo'sh bugun 8-ayning 1-kuni undidardi so'z qo'yib berib, Nancy Pelosi Sayingwen bilan ko'rishganda xotirjam bo'lolmaydi. Ular kelar qitim 1 soat ichida hatta 1 minut ichida nima ish yuz beradiganligini bilmaydi. Xo'sh, Nancy Pelosi'ni tanqid qilib, Nancy Pelosi Tayvan bo'g'izida o'q dora iskalatiga o't tutashtir dedi. Amerika va G'arb dunyosining qahramoni bo'lmoqchi dedi. Amerika Davlat bexatarligi komitetida moslashtiruvchi John Kirby apandi CNN'ga 1-kuni mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafning so'z iboralarining asosi yo'q. Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishi Tayvan munosabatlari qonuniga va bizning siyosatimizga uyg'on. Bir davlat sifatida biz, ya'ni Amerika, o xil so'z iborlar va yer osti harakatlaridan qo'rqib qolmaymiz. Bu safar Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi uchun aytganda Tayvanni ziyorat qilish intayin muhim bir ish. Biz bor kuchimiz bilan Nancy Pelosi'ni qo'llaymiz dedi Oqsaroy maslashtirish, ya'ni Davlat bexatarligi komitetida maslashtirish siyosat arbobi John Kirby. Devamını anlayacağız vatandaş.